Keling, Xemis tizimiga kirish, undan foydalanish va parolni qayta tiklash yo'riqnomasi bilan tanishib o'tamiz. Avvalo tizimga kirish uchun brauzerdan student.utu.ranch.uz sayti orqali yoki Xemis ilovasidan foydalanasiz. Kirish oynasidan talab IDsi va parol, ya'ni pasport seriya va raqamingizni kiritib olasiz. Agar ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, shaxsiy kabinet ochiladi. U yerda barcha dars jadvallari, baholar va boshqa modullarning barchasi turadi. Agar login va parolingizni bilmasangiz, registrator ofisiga murojaat qilishingiz mumkin. Endi parolingizni unutgan bo'lsangiz, uni qayta tiklashning ikki xil usulini ko'rib chiqamiz. Birinchi, bu tizim orqali kirish oynasidan parolni unutdingizmi tugmasini bosasiz va ID raqamingizni kiritib olasiz. So'ngra elektron pochtangiz yoki SMS xabarnoma orqali kelgan kodni kiritib olasiz. Ikkinchi, universitet orqali registrator ofisiga murojaat qilasiz. Ular sizni akkauntingizni qayta faollashtirib, yangi parol berishadi. Xemis tizimi orqali siz dars jadvallari, baholar va semestr natijalarini barchasini doimo kuzatib turishingiz mumkin bo'ladi. Eng muhim eslatmalardan biri, parolingizni aslo boshqalarga bermang.